Ondan sonra Xudo xolasa ichkariga girdik. Qo'limda turib bera anten bu. Bu Wi-Fi 4 shaxlimi? Tamam, 4 shaxli, akkumulyatorli va Buni hozir ko'pchilik endi bu kabeldan kichkina afzalligi bor buni deb so'rashi mumkin. Buni hech shunda afzalliklari bor. Buni kabeldan afzallik tarafi suyaz kuchli bo'ladi. Kabellarni masalan Suyaz kuchli bo'ladi. suyaz kuchli bo'ladi, tamam. So'ng kabeldan arzon tushadimi, qimmatmi? Elektronlar. Arzon tushadi. Masalan, kabellarda ko'p yerlari 150 ming so'm bo'lsa, bu 80 ming, 100 ming atrofi bilan bir oy cheksiz bit bo'ladi. Bu 80 ming, 100 ming atrofi bilan bir oy cheksiz bo'ladi. Tamam. Ari kabellari 150-200 bo'ladi. Tamam. Ondan sonra antenlari. Agar bironasi qurdiraman desalar, masalan, kabellarda bir kabel bormi? Shunday yerlara ko'p pasangda suyazni kuchlantirib beradimi bu? Tamam. Bu suyaz yo'q yerlarda shu antennamiz yordamida suyaz tortiladi. Suyaz tortiladi. Mana Ondan sonra bir yine o'zim og'am uyi bo'ladi. Buni 2 yil qurdirdik, 1 yil bo'ldi yana. Tay shu 4 shaxtadan qurilgan. Tamam. Men shu Wi-Fi ishlab turib kamerani qurdirgan kamera ham bilangan. Bu buyingina arda hayvonda pishib turgan 9 tonnalik palo bo'ladi bu. Shunda buni afzalligi hozir kabellidan arzon tushadi bular. Tamam. Hozir bo'lgani bir Wi-Fi ni qurtirsizlarmi yo Yo'q, Wi-Fi, kamera, hozir kamera ham telefon kuchli, tamam. Kamera taraf kuchli. Tamam. Shunda kamera ham Wi-Fi ni qurib beraverasizlar. Tamam. Kamera bahosini chiqib turibdim, buniki chiq. Bu hozir endi uchrashuvimiz tasodif bo'lib qoldi. Shu sababli buni arzon variantida kameramiz yo'qmi? Kamera ko'rsatamiz bunda. Yo'q, hozir Wi-Fi qurmoqqa keldik, hamma narsani yonimizda olib yurishga imkoni yo'q-da. Avval so'rayman, to'liq YouTube kanalda bo'ladi, kamerasi ham emas bu bunda. Shunda bu necha so'm hozir? Bu 1,5 millionlik varianti, shu pulning ichida, sonraqisi ichida bo'ladi. 1,5 million beradi, ko'p shunday taxlab berasizlar. Bir sim kartasi bo'ldimi egasi? Tamam, so'ng arzon varianti detalli bo'lsa, 1 million 200 lik variantdan bor. Mana qimmatroq desa 1 million 200 ekan bu. Tamam. Buni ham shu pulning ichida o'rnatib ishlab 1 million beramiz. 200, 1,5 million bo'ladi. Shuning ichida o'rnatib berasizlar. Tamam, agar televizorlar smart emas bo'ladigan bo'lsa, smart qo'yish, smart qilish xizmatimiz ham bor. Smart bo'lmasa smart ham ishlab berasiz. Tamam, kabelli Wi-Fi'da masalan qiynalib uyini masalan joyi katta bo'lib ketadigan bo'lsa, to'ri kanallarni suyaz yetmay turgan bo'lsa, repeater qo'yish xizmatlarimiz ham bor. Masalan shu yo'limiz tushgan bo'lsa, masalan, bekor qolgan kunlarimiz qo'yib berib o'taveramiz. Inoq narsalar. Unda kim Wi-Fi ishlataman deb bo'lsa, kamera qurdiraman deb bo'lsa, ustamizning nomerlari turadi pastda, alg'ash qavarasizlar. Bu kameralar necha so'm mavzu? Kameralarni necha kamera qo'yishingiz qarab bo'ladi. Kichkina sifatini qarab ketaveradi. Sifatida megapiksellar bor, masalan 4 megapikselmi, 6 mi, HD mi, IP mi? Shunda hozir onlayn qurib beramizmi? Masalan, hozir o'zi chet elda yurtda ishlab, telefonda ko'rib o'tirsa bo'ladimi? Kamera bo'ladi. 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 Agar chet elda yurib ham o'zining kamerasini ko'tarsalar ham, chet elda o'tirgan holatda uyni bemalol ko'rib o'tirish xizmatlari ko'p beradi.